Kech qolib ketdim ishga. Ha, dasi ketdingizmi? Ha, ketdim xotin. Ketyapman xotin. Nechida kelasiz? Ishim tugasa kelaman. Bo'pti. Kechga nima ovqat qilib qo'ying? Mendan so'raysan, onamdan so'ra. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, ketdim. Yaxshi borib keling. Alo, adasi? Ha, onasi. Idishlarni yig'ishtirib qo'ydigandingiz-ku, shularni qayerga qo'ying? Qizuvmisan? Maqatdan bilaman. Onamdan so'ra. Bo'pti. Uzr-og'ay, nima deyotding? Remontlarini aytolmay. Azizim, faqat borish kerak, zakot berish kerak, o'zlashtirish kerak. Tushundim o'rtoq. Menga yomon narsa tavsiya qilmaysan-ku. Lekin shu onamdan men bir ro'z so'ray o'rtoq. Aynimi? Onam bilan maslahat qilib e'tiborlanasan. Xo'p, gaplashamiz o'rtoq. Davay. Adasi keldingizmi? Ha, keldim. Assalomu alaykum.